Assalamu alaykum hörmətli savoqdaşlar. Tayba dərsxanamıza xoş gəldinglar. Biz bugün fiqh dərsimizin 11-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə taharatninki hökmü bolğan məsih qilish haqqı toxtalğa idik. Əmdi biz bugün tayammum haqqı toxtalımız. Biz ibadet fiqhisini oxuyatımız. İbadet fiqhisinin birinci babı nima etdi? Namaz. Namazning birinci şərti nima etdi? Taharat. Biz taharatga aloqador hukmlarni o'qiyotimiz. Masalan biz hukmiy jihatdagi tahoratni o'qidik va uning farzlarini, sunnatlarini o'qidik. Biz ilgirki soatlik darsimizda shu tahoratninki bir qismi hukmi bo'lgan masih qilish haqidagi hukmlarni o'qidik. Endi biz shu hukmiy tahorat elish uchun, mayli cho'ng tahorat bo'lsin, mayli kichik tahorat bo'lsin, nimaga ehtiyojli bo'lamiz? Suvga ehtiyojli bo'lamiz. Agar suv topolmasak-chu tayammum qilamiz. Unda qolsa bu tayammum degan nima? Uni nimalar bilan qilamiz? Qanday shartlar ostida qilamiz? Uning farzlari nima? Bu haqdagi bilimlarni biz bugungi darsimizda o'rganamiz. Unda bo'lsa, diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. At-tayammum. Tayammum deganimiz lug'at jihatda maqsad qilish degan ma'noda. Maqsad qilish degan ma'noda. Tayammum Hijriyaning 6-yili yo'l qo'yilgan. Allah Teala وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Agar sizlar kasal bo'lib qolsanglar yoki safar ustida bo'lib qolsanglar yoki cho'ng tahoratdan kelgan bo'lsanglar yoki ayolga yaqinchilik qilgan bo'lsanglar, ya'ni yaqinchilik qilib junub bo'lgan bo'lsanglar, sizlar pok tuproq bilan qanday qilinglar? Tayammum qilinglar. Shu pok tuproq bilan yuzinglarni va ikki qo'linglarni surtinglar degan oyatni tushirish orqali Hijriyaning 6-yili tayammum yo'l qo'yilgan. Unda bo'lsa biz tayammumning shariatdagi turaqliq atalg'usi nima degan vaqtimizda tayammum deganimiz lug'at jihatda maqsad qilish degan ma'noda şu Kur'an-ı Kerim'de mi? Feteyemmemu sa'idan. Sizlar pak tuproqni maqsad qilinglar degan. Tayammemu degan bu yerdan bo'ldi, maqsad qilinglar degan bo'ladi. Shar'iy jihatdagi atalg'usi mashul vajhi val yadayn an sa'idin mutahhir bi niyati tahara. Tahorat qilish niyati bilan pak tuproqdan ikki qo'lni va yuzni silash bu tayammum bo'ladi. Unda bo'lsa tayammumning farzlari qaysi? Oldu bilan biz tayammumning farzlarini tunishib chiqsak, tayammumning farzlari 2. Birincisi ad-darbatan. 2 qatim qo'lni tuproqqa urish. 2 qatim qo'lni tuproqqa urish. Ikkinchi farzi al-isti'abu bil mashi wajhahu va yadayhi ila al-mirfaqayn. Yuzini va ikki qo'lni jayniki bilan qo'shab tuluq silash. Al-isti'abu bil mash degan gap silash bilan tuluq qilish degan gap, ya'ni tuluq silash. Ya'ni 2 qatim urimiz yerga. Tunji qatim bir qatim urimiz, uningdan keyin yuzimizni silaymiz. Ikkinchi qatim yana bir qatim urimiz, uningdan keyin ikki qo'limizni jaynikimiz bilan qo'shib yuyimiz, ya'ni silaymiz. Shuning bilan tayammum tamom. O'sha 2 farz bor. Unda bo'lsa, qanday vaqtda tayammum qilamiz? Tayammumning shartlari qaysi degan vaqtimizda tayammumning bir qancha shartlari bor. Buning birinchisi faqdul ma'i ba'da talabihi. Suni izlab bo'lgandan keyin suni topolmaslik. Masalan, men musofir, safar ustida suv qolmadi. Suv izlab baqdim. Unda bo'lsa menda tayammumning birinchi sharti qana qildi? Hozirlandi. Ya'ni suv izlab baqgandan keyin suv topolmasam, tayammumning birinchi sharti hozirlangan bo'ldi. Yoki safar qilmay muqim uyda turdim. Menda va atrofimda, qo'lim qo'shnimda suv yo'q, izlab baqdim. Tayammumning birinchi sharti hozirlangan bo'ladi. Agarda izlab baqmasam-chi, trubani ochdim, uyda suv yo'q ekan, bo'ldi tayammum qilay desam-chi, bo'lmaydi. Cho'qim men qo'shnimning uyiga chiqib baqishim kerak. Atrofimni qanday qilib baqishim kerak? Izlab baqishim kerak. Qanchalik musofirda izlaymiz? Bu vaqt ixtilof bor. Masalan, Hanafi mazhabda 1800 mil metr deb nima qiladi? Ya'ni izlab baqish imkoniyati bo'lgan yag'achilik qanday qilib baqish kerak? Izlab baqish kerak. Agar safar ustida bo'lib qolsam-chi desa, agar atrofida suv bo'lash ehtimoli bo'lib qolsa, izlab baqish sharti bor.
ba'da talabihi degan bir shart cho'qim suning bo'lmasligi ham yetarli emas. Ba'da talabihi izlab boqqandan keyin. Safar ustida bo'lib qolsam, sosliq bo'lib qolsa, ya'ni atrofida hech qanday suv bo'lish ehtimoli yo'q bo'lib qolsa, izlab boqish shart emas. Ammo yiroqda bir do'kon bordek ehtimoli bo'lib qolsa, qanday qilib boqish kerak? Izlab boqish shart. Birinchi shartning yana bir sharti bor. Birinchisi suvning bo'lmasligi ba'da talabi, ikkinchisi izlab boqqandan keyin. Ya'ni suv yo'q deb o'ltirmasdan qanday boqishimiz kerak? Izlab boqishimiz kerak. İkinci şartı teyemmümninki el-aczu an isti'malil ma. Suni ishlatishdan ojiz qilish. Su bor, lekin menda kasal bor. Suni ishlatsam kasalim ig'irlab qoladi. Yoki saqishi suzrab ketadi. Uzrab ketadi masalan. Yoki su bor, men sulaqda. Su ishlatishdan ojiz. Yoki su bor, suning qishib qolsam yirtqich hayvon bor. Ya'ni mening badanimga yoki mol dunyorimga bir xavf bor. Har xil shaklda bo'lsin, qanday shaklda bo'lsin, suv ishlatishdan ojiz kelgan bo'lsak, suv bo'lsa-mu tayammum qilsaqchi bo'ladi. Bu tayammumning shartini hozirlaganlik bo'ladi. Uningdan keyin niyat. Suni izlab boqdik yo'q yoki suba biz ishlatishdan ojiz qanday qildik? Tayammumning shartini hozirlagan bo'ldik. Endi tayammumni niyat qilishimiz lozim. Buningda niyat shart. Tahoratda, g'uslida niyat shart emas-ku, sunnatda. Ammo tayammumda niyat shart. Masalan, bir odam niyat qilmasdan qo'lni yagim ushlabdi, yuzni silabdi va ikki qo'lni jaynik bilan qo'shib silabdi, tayammum qilish niyat qilmabdi. Namozning vaqti kelgan vaqtida men bayatda shu tayammumning harakatlarini hammani qilibdiman-ku, namozni o'qiveray desa hisob emas. Çoğum niyet şart. Dördüncüsü es-sa'idut tahir. Pak tuprak. Meynet necis yerda qana qilsak bo'lmaydi, tayammum qilsak bo'lmaydi. Endi faqat tuproqdan ham qana qilamdiq, tayammum qilamdiq degan vaqtimizda pak tuproqdan bo'lgan maqsad zemin tipiga, zemin jinsiga tava bo'lgan har qanday narsalarni o'z ichiga oldi. Meyli xish olsun, meyli tosh olsun, meyli gece olsun, nim olsun, zemin tipiga tava hamma narsalarda tayammum qilib bo'ladi. Uning buxonoq chiqishi, to'poqinishi qo'limizga shart emas. Zemin jinsidan bo'lgan narsalarga. Bu zemin jinsidan bo'lgan narsalarni qanday ayiramiz? Buning zobiti, ya'ni o'lchimi nima degan vaqtimizda köyda esa kul olmaydigan narsalarning hammasi zemin tipiga tava. Masalan, toshni köyda esa kullamda yo'q. Ammo zemindan chiqadigan temir va, mis va, bularni köyda esam kullandı bo'lmamdi? Bo'ladi. Bu temir, mis o'xshash bunday narsalar tuproq, zemin tipiga tava emas. Ammo undan boshqa xish, tosh, bunday narsalar zemin tipiga tava. Mana bu tayammumning 4 sharti. Endi sunnatlar-chi desa, sunnatlari birincisi at-tasmiya. Bismillahirrahmanirrahim deyish tayammum qilishdan ilgari. İkincisi ad-darb bi batinil kaffayn va iqbalil yadayn va tafrijil asabi'. Qo'lning olqini bilan tuproq urish va uning oldini qilish va barmoqimizningki oraliqlarini karish. U yerga bu tuproqni qana qilish yetkazish. Undan keyin at-tartib val muvalat. Arqa qilish va tartib bo'yicha qilish. Ya'ni eng avval yuzimizni silash, undan keyin ikki qo'limizni jaynakimiz bilan qo'shib silash. Bu tartib bilan muvalat muhim. Sunnatlarning birisi. Agar undaq tartib qilmasak-chi, ado topadi, fazilatni tuvallab ketadi. Ammo tayammumni buzib o'tadigan ishlar-chi, u qaysi degan vaqtimizda tayammumni buzib o'tadigan ishlar zavalul uzril mubih lahu. Şu tayammumni mubah qiladigan o'zurlarning yo'qolishi. Ya'ni biz suv bo'lmaganlik uchun tayammum qilgan bo'lsak, suvni ko'rgan hamallam tayammumimiz buziladi. Agar biz kasal sababli tayammum qilgan bo'lsak, kasaldan saqaygan hamallam tayammum buzilib ketadi.
İkincisi ru'yetul ma avul qudra ala isti'malil ma. Suni ko'rish yoki suni ishlatishga qodir bo'lish. Bumi tushunishlik. Üçüncüsü taharatni bozadigan barliq narsalar qanday qiladi? Tayammumni bozadi. Endi yana bundaq bir eskartib turishlik bundaq bir masala bor. Birinchisi tayammum tahoratga o'xshash tahoratsizlikni ko'tarib o'tamdi yoki namoz o'qishni ruxsat qilamdi. İkisi o'rtasida farq bor. Masalan, tayammum tahoratga o'xshash tahoratsizlikni ko'taradi deb qalsak, bu vaqtda vaqti kirishdan ilgari tahorat olsaqmichu, bular bo'ladi. Yana kelib tahorat elib, tayammum qilib, peshin namozni, asr namozini tartibimiz ketmasalam, qanchilag'an farzlarni, qanchilag'an nafllarni o'qig'ili bo'ladi. Agar bu tahoratga o'xshash deb qaramay, zurriyat tufayli yo'l qo'yilgan deb qarasak, faqat maqsad qilgan namozni o'qig'ili bo'ladi. Namozning vaqti kirishdan ilgari tayammum qilolmaydi. Namozning vaqti chiqishi bilan tayammum buziladi. Bizning Hanafiy mazhabda tayammum tahoratga o'xshash tahoratsizlikni ko'taradi. Ya'ni tayammum qilsak, qanchalik namoz o'qisak bo'laveradi. Peshin tartibimiz ketmagan bo'lsa, tayammum bilan qilgan tartibimiz peshinni, asrni, xuftamni uchun o'qig'ili bo'laveradi bir tayammumda. Demak, tayammum bizning Hanafiy mazhabda nima? Xuddi tahoratga o'xshash. Ondan keyin yana bir masala. Biz tayammumni pak tuproqqa va undan boshqa zamin jinsidan bo'lgan, zamin jinsiga tava bo'lgan har qanday narsa qilsak bo'ladi degan. Shundaqmi? Endi kiyimga va boshqa narsalarga tayammum qilsak bo'lamdi desa, kiyim va undan boshqa zamin turiga tava bo'lmagan narsalarga urib tayammum qilishning sharti cho'qim uningda buxunaq chiqishi kerak. Ya'ni tuproqdan bo'lgan bir buxunaq bo'lishi kerak. Agar kiyimni mo'shilsak, uning azroq bo'lsa, bir chang tuzan buxunaq chiqmasa, quyoq buxunaq chiqmasa, bir chang tuzan chiqsa bo'ladi. Chang tuzan chiqmasa, buningda tayammum qilib bo'lmaydi. Ammo zamin jinsidan bo'lgan narsalarda bu shart qilinmaydi. Undan o'zi bizning bugungi tayammum qadar bo'lgan darsimiz bu yerda oxirlashdi. Oxirda ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Birinchi savol: İza tayammama li salati az-zuhri fahal yajuzu lahu an yusalli bihi salat al-asr deydi. Peshin namozga tayammum qilgan bo'lsa, onun bilan asr namozini o'qishi to'g'ri bo'ladi deydi. Bu savolning javobi men bayatni degan masala qaytadi. Ya'ni tayammum tahoratga o'xshash tahoratsizlikni ko'taramdi yoki namoz o'qishni ruxsat qilamdi. Ikkinchisi, simunut tamga tayammum qilish to'g'rimi, xato? Uchinchisi, kiyimga tayammum qilish to'g'rimi, xato? To'rtinchisi, sovuq suv bu holatda tayammum qilish to'g'rimi, xato? Beshinchisi, tayammum qildi va namoz o'qidi. Undan keyin suvni aslidi. Ya'ni suvning baliqini so'ngkisi qanday qildi? Aslidi. Yoki yana bir o'xshash shakldagi savol, tayammum qildi, namoz o'qib bo'ldi, namozning vaqti chiqishdan ilgari suvni ko'ydi. Yani suv kelib qoldi turbiga. Namozga qaytilamdi, qaytamamdi. Bu masalani men bayon qilib beray. Namoz o'qib bo'lgandan keyin suvni ko'ygan bo'lsa, yoki suvning baliqini aslagan bo'lsa, yoki suvni ishlatiladigan bir holat kelgan bo'lsa, namozni qaytilmaydi. Ammo namozning ichida ko'ygan bo'lsa, namoz o'qib turgan bo'lsa, turbidan suv tushgan bo'lsa, bu vaqtda namozni qaytilaydi. Oltinchisi, tayammumning shartlarini bayon qiling. 3 dona, 4 shartning 3ni bir yerga yozsizlar. Unda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi tayammum qaloqlari bo'lgan darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.